Demak, Rabbimiz Allah subhanahu va taala bandalariga ba'zi vaqtda shundoq qo'yib o'tadiki, og'amchisini, shundoq mehribonligini, barakatlarini, rahmatini shundoq ichib o'tadiki, bandalarga qarasangiz bu nihoyat bag'ansir sulishib, bag'ansir sal qarab, ishlarda nihoyat taqsirotlari, shu bag'ansir xil-xil ishlarga sal qaraydigan, o'rinliq qilib saldigan bundoq ishlar maydonga keladi. Hatto o'zimizning nafsini his qilgan bo'lishimiz mumkin qanchalar qitim. Bu vaqtda qanday qildi mu'min bandasini azroq turmuzni tutib qo'ydi. Sıkıp koydu biraz. Diqqatini. Yani her bir bandasiga Allah xuddi bandasiga yuqori dedik ya, doktorga o'xshash muomala qildi bandasiga. Her bir bandasiga loyiq ravishda. Shu bandasiga nima loyiq bo'lsa, nima eng yaxshi shu bandasiga, shu shaklda shu bandasining qilayotgan muomalasiga qarab turib Allohning bir muomalasi bo'ldi bandasiga. Shuning uchun inson dunyoda sen qaysi holatda yashamagan, qandoq bir shaklda yashamagan, sendan qandoq bir muomala, qandoq bir ish sendan sodir bo'ldi ekan, Robbingning chuqum sendan sodir bo'lgan shu ishning muqobilasiga shuningga yarasha bir muomala qiladi Alloh subhanahu va taolo. Hargiz bir ish muqobilasiz, uningga yarasha bir mukofot yoki jazosiz o'tib ketadigan ish yo'q. Yoki dunyoda ko'rsan, dunyoda ham oxiratdan burun dunyoda uni ko'rsan. Bir odam bakanda o'zining shu uyda shunda o'rindiqqa yo'linib o'tirib ayoli oldida Allohning taqdiri bilan bu uyda, bu oilada shu odamningki haliqa o'rindiqqa yo'linib po'cha o'ltagan odamningki singlisi yoshda cho'ngib qolgan bo'ytoq bir singlisi Allohning taqdiri bilan bu akisining uyda turib qilishga majbur bo'lib shu akisining uyda yashaydi ekan hamdi. Bu akisining ayoli bo'lsa, bu singlisiga, erining singlisiga shu qadar qimmagan shu so'zlari, qimmagan dashnamlar qilmaydi ekan hamdi. To'xtamay shuna qildi ekan hamdi. Hattoki shu darajadaki bu singlisi, erining singlisi tamamen erining singlisi emas, yot sirtdagi bir insonga qilganda mashhur etib, yot bir ayolga qilganda mashhur etib, ashundoq dashnam, taptana buni to'xtamay qilib haqoratlab, ayblab ashuna qildi ekan hamdi. Buning bilan yetdimi bu? Bunun bilan to'xtab qoldimi? Ayol bilan shakllanib qoldimi? Aksi olsa men pomsi voy singlim deb turgan bo'lsa, biroz yeni kelishi mumkin edi. Ammo musibatning cho'ngni bo'lsa, bu aksimi ham bak uningdan bak oshirib, aksi ham o'z singlisini haqoratlaydi ekan. Ma uyda turayotgan singlisini. Shu kunlarning birida bu aksi qanday qilibdi deganda, puti bilan tepib uni bir pashva bilan tepib, uning kendidan singlisiga debdiki, sen mening nazarimda bir istakan suvchilik qimmating yo'q. Suvchilik qimmating yo'q sen meningki deb shunda haqoratlab urishib, shu tunji kuni masalan shu oqshom shunda bo'pti. Ikkinchi kuni bu inson, ya'ni singlisini shunda haqoratlagan inson ikkinchi kuni safarga chiqish bo'lib qilib, safarga chiqibdi va bu safarda hodisaga uchrab, o'ng puti ig'ir yorilib, doktorxonaga kirib, o'ng puti kesib etilishi qaror qilinib, kesib etilganda past tarafdan emas, dal singlisini tepgan putiningki yo'tidillam kesib etilgan edi. Yo'tidillam. Inna batsha robbika la shadid. Rabbingning azobi agar Rabbing tutib qolib qolsa, shaksizki sening Rabbing tutgan vaqtida, Rabbing jazosini bergan vaqtida ajoyib qattiq dedi. O'ylab boqayli. Ana shunday tetidi Alloh subhanahu taolo. O'ylab boqayli. Singlisini tepgan putiningki dal atsi ikkinchi kuni buluqliq. Dal shu putning o'zi yo'ti tarafdan kesib etildi, o'ylab boqayli. Inna batsha robbika la shadid. Rabbingning azobi ajoyib qattiq dedi agar tutsa. Buningga o'xshash voqealiklar, buningga o'xshash bo'lgan, amaliy bo'lgan qissalar ajoyib ko'p hayotimizda agar tekshirsak. Albatta bularni bir